Barchaga assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, kanalimiz a'zolari. Mana bugungi darvozamizni Andijon shahri, Shahramon tumaniga olib kelib o'rnatdik. Yarim 2 qavatli darvozamiz. Kvadrat metrini 1 million so'mdan olib kelib, dastavkasi hamma yo'q ichida qilib o'rnatib berdik. Yarim 2 qavatli darvozamiz. Darvozamiz razmeriga keladigan bo'lsak, 3.40, eniga, bo'yiga 3.40 razmerda tayyor bo'ldi. Stoykalarimiz 12/8 ikkilik stenada bo'ldi. 6/4 profillarimiz 1/7 stenada. Listlarimiz ikkilik, ikkinchi qavati 1/1lik listdan bo'ldi. Bunda holatda juda ham chiroyli chiqdi darvozamiz. Chaspaklari ham hamma yo'q qalin. Mashina kiradigan joyi 8/4 shivellerdan bo'ldi. Teva tomonlari 8/4 profil. Zamoklarimiz zubr zamokdan. Orqa holatini ham bir ko'rsatib qo'yamiz. Darvozamiz orqa holatlari. O'rtasi senter zamok. Darvozamiz ochilgan holatini ham bir qo'yib beramiz. Darvozamiz ochilgan holati. Hurmatli obunachilar, kimga shunaqa yangi darvozalar qiziq bo'ladigan bo'lsa, ekranga nomerlarimizni qo'yib qo'yamiz. Bemalol murojaat qilaverasizlar. Darvozamiz, zamoklarimiz 5 talik ishlaydigan zamoklar. Hurmatli obunachilar, bizni qo'llab-quvvatlab turasizlar degan umidamiz. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.